Xeyirli kech Aygül, hozirgi vaqtda biz Yerdam masjidida mana alimanda tamomlanib qana kela ovoz ochib majlisi, hali hatto shotirlardan da kishilar chiqib bitmadi. Shulayda musulmonlar tarovirga oshiqmi, chunki ular hali Ramazon oyida o'qiluvchi tarovih namozin kutib turadi. Aytirga kerak Yerdam masjididagi haligi shotirlar kishilarni siydirishi bo'yicha Tataristonda Qozonda eng zo'r iftor oshlarini uyushtiruvchi shunday bir mahalla bo'lib sanaladi. Hozirgi vaqtda musulmonlar ingilib oqshom namozini o'qidi, ondan so'ng ovoz ochgandan so'ng endi shotirlarda ovoz ochdi. Bunda tatar, turkiy rizqlari bu birinchiga osh, ondan plov, tatli tag'amlar, yeşilchalar ham jilak jemishlar. Bu yil nechik o'zinchalikli ravishda o'zachaq Yerdam masjidida haligi iftor oshlari biz hozir haligi masjidning imom xatibi Ildar Hazrat Bayazitov bilan suhbatlashamiz. Ildar Hazrat mana shundan da nechik nindi o'zinchaliklar bilan uyushtirilacak bu yılgı iftar oshlari sizin masjidda. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Birinchidan bizning Yerdam masjidida 2 chotir. Birinchi chotirda 1000 kishi siydira turgan chotir, ikkinchi chotirda 200 kishi 1200 kishini kunni oshotamiz. İftar majlislarida bunda bizning ko'rmovchilar, kolyaskadagi invalidlar ham shunday mahalla xalqi ular uchun maxsus programma uyushtirilgan. Bizning diniy ham milliy masalalar ko'tariladi bu iftarlarda. Ham bu bayram endi bu bayram ay bo'yina so'zila. Shuna ko'ra biz Alloh taolaga rahmatlar aytamiz. Rahmat Hazrat, Ildar Hazrat. Aligina biz Ildar Hazrat Bayazitov bilan suhbatlashdik. Yerdam masjidining imom xatibi. Shundan da xalq 19 soatga yaqin osha uyishidan tiyilib tursa da, ularning kayflari bugun bek yaxshi edi. Kimda kim endi uroza tuta, bundan tashqari Yerdam masjididan tashqari Qozondagi tag'in 30 masjidda da ovoz osharga mumkin uyushtirilacak shunday choralar. Kimda kim uroza tuta, shunda rahim etsinlar. Masjidning eshiklari har kimga ochiq. Aygul. Rahmat Oyzat, iftar oshunda bizning xabarchimiz Oyzat Shaymardanov ishladi.